Azizlar, banda shunaqaki, bu tilimizni nimaga o'rgatsak, jon berayotganda shu tilini odat qilgan gap chiqar ekan. Mana bundan ehtiyot bo'lish kerak. O'sha kitoblarimizda bir hikoya keltiradi. Bir odam shu bir narsa sotar ekan, bog'lab sotar ekan. Bir bog'i 5 so'm, bir bog'i 10 so'm bozorda har kuni. Biror marta tildan zikr kelmaydi. Ba'zilar zikr haqida gapirsa malol oladi. Ba'zilar zikr haqida gapirsa eshitmaydi. Mana shu odam olamdan o'tayotganda la ilaha illalloh deng deb so'rasa, bir bog'i 5 so'm, bir bog'i 5 so'm deb bo'lgan ekan. Til shunaqada azizlar. Buni o'zi hayotda ham ko'rish mumkin-da. Ko'ring-da, masalan aytaylik, bir nechta odam samolyotda uchib ketyapsiz-da, bir samolyot qanaqadir tahlikaga tushib qolsa, odam aytadigan tilidagi gap chiqadi. Kalima aytib yurgan odam la ilaha illalloh deydi, yo Alloh deydi. So'kinib yurgan odam o'shunda ham so'kinadi. U deb turib bitta so'kinib qo'yadi. Ana o'shuning uchun azizlar, tilingizni tasbihga buring. Bizda shunaqada bitta tajibli narsani ko'rib qolsak, nima deyishimiz kerak? Mashalloh deymizda. Lekin kimdir bor bitta so'kinib oladi. Nimaga so'kinyapsiz? Ha, yo'q, so'kinmadim deydi. U tajibi u. Yo'q, zo'r narsani ko'rganda mashalloh deydi. Subhanalloh deydi. Gunohni ko'rganda ham so'kinmaydi, gunohni ko'rganda astag'firulloh deydi. Til azizlar, mana shu odatga o'rganadi. Va o'sha tilingizdan chiqqan odatni endi siz ko'p gapiraversangiz qalbga ham kirib qoladi. Bir xilgilar aytadiki, qo'lida tasbih zikr qilib yuradi, o'ziga aytadiki, men shu zikr qilaman, namozda ham bo'laman, lekin nimagadir shu qalbim taskin topmaydi, hayolim bir parishon. Qilaveraman, lekin hayolimda taskinlik yo'q. Ulamolar aytadiki, zikr qilayotganda hayoli g'aflatda bo'lib, boshqa joyda bo'lishlik zikr qilmagandan yaxshiroq deydi. Zikr qilavering. Bugun hayolingiz bir joyda bo'lmas. Ehtimol tilingizda alhamdulillah deyotganda hayolingiz ketib qolar. Lekin shuni mashq qilib, oxiri gapirib qalbga olib kelib olsa, men ustozlardan birini guvohiman, aytardilarki, har kuni 1000 marta sura Ixlos o'qir ekanlar. Har kuni. Men o'zim guvohman, aytganlarki, men uxlaganimda ham, turganimda ham, gaplashayotganimda ham qalbim sura Ixlosni o'qib turaveradigan bo'lib qolgan dedilar.